Kitob aqlning ozuqasi, qalbning sukunati, hayotning haqiqatidir. Assalomu alaykum. Salqin kunlar boshlandi deguncha Frankfurt ko'chalarida, do'konlarida qo'lida kitob ko'targan insonlarni tasavvur qilaman. Chunki shunday salqin ob-havoda yevropaliklar uchun aynan mutolaa vaqti hisoblanar ekan. Bizda esa salqin kuzda ham, jazirama yozda ham, hattoki qahraton qishda ham kitob mutolaa qiladigan kitobxonlarimiz yo'q emas. Navbatni ijtimoiy so'rovnomaga beramiz. Bolaligingizda ilk o'qigan kitobingiz? Mo'ngli ko'zlar. Ilk asarim O'tgan kunlar asari Abdulla Qodiriy. Yoshlikda ko'p kitob o'qiganman. O'shalardan masalan ko'pi ertak qism o'sha har xil tillarda rus tili ko'p o'qigan. Ota-onam chunki rus tiliga sal bo'lsa ham bilimiga ega bo'lganligi uchun. Har xil ertak kitoblar o'qiganmiz. Misol uchun Bo'g'irsoq hikoyasi. Men esimda yo'q unchalik, lekin o'sha ertak kitoblarini o'qiganman ko'pincha. O'sha ertaklar, keyin ba'zi g'azallar o'qib turardim, Alisher Navoiyning g'azallariga qiziqardim. Bolaligimda ilk o'qigan kitobim asosan ertak kitoblar o'qiganmiz. Kitob bo'ladigan bo'lsa, Sariq devonlar kitobini o'qiganman. Bolalikda o'qigan ilk kitobingiz? Bolalikda asosan ertak kitoblar o'qiganmiz. Ozgina katta bo'lgandan keyin asarlar o'qishni boshladik. Birinchi o'qigan asarim bu Shunbola G'afur G'ulomning Shunbola asari bo'lgan. Juda ham dunyoqarashini kengaytiradigan ulkan hikoyalar bor. Bu asar menga juda ham katta saboqlar bergan. Men bolalikda juda ko'p ertak kitoblar o'qiganman, lekin har doim hamma birinchi o'qigan asari o'z uchun yangi tafsilotlar, yangi dunyoqarashlar uyg'otadi. Bu meni eng birinchi sevimli romanim Said Ahmadning Urf degan romanini o'qiganman. Bu juda ham hamma yoshlarga tavsiya qilib qolaman. Shu asarni o'qishni juda ham ma'rifatimizni, ma'naviyatimizni boyitadigan asarlardan biri deb shu kitobda ayta olaman-da. Yaxshi roman. Ilk o'qigan kitobim bu Yoriltosh, Zumrad qimmat, yana juda ko'p ertak kitoblar o'qiganmiz. Bolaligimda ikki eshik orasida O'tkir Hoshimovniki, keyin besh bolali yigitcha, Xudoybergan To'xtaboyev asarlari. Sariq. Bolalikda eng birinchi o'qigan kitobim bu. To'g'risini aytganda ertak kitob bo'lgan. Shu To'g'rivoy va Egrivoy nomli kitobni o'qiganman. Hozir yaqinda o'qib chiqqan kitobim G'afur G'ulomning Shunbola asari bu. Kitob o'qigan. Ko'proq qaysi janrdagi kitoblarni o'qiysiz? O'zim she'r yozganligim uchun menga nazm qulayroq. Hozir men ingliz tilida o'qiyotganim tufayli o'sha ingliz tiliga oid darajali kitoblar o'qiyman. Yulduzli tunlar asarini o'qimoqdaman. O'tkir Hoshimovniki. Men hozir janrdagi kitoblarni o'qimayapman, o'sha ilmga xususlashgan, o'zimiz konchilikka qiziqarli bo'lgan o'sha kitoblarni o'shalarda foydali ma'lumotlarni qidirish uchun o'shanda o'qiyapman hozir foydali bo'yicha. Tarixiy kitoblarga qiziqaman. Shu asosiy janrda tarixan chuqurroq bo'lgan kitoblarni o'qiyman. Hozir asosan romanlarni o'qiyapman. Yulduzli tunlar, Ikki eshik orasi, O'tgan kunlar, shu kabi romanlar o'qiyapman. Roman janridagi kitoblar menimcha hamma mutolaachilarni ko'p qiziqtirsa kerak deb o'ylayman. O'zimiz ham ko'p roman janrida o'qiymiz. Ko'proq mana shu hayotiy voqeaga asoslangan kitoblar, Detektiv, badiiy, aralash. Lirik janrdagi kitoblarni. lirik. Kitob o'qish uchun qulay vaqt? Kitobxonga farqi yo'q. Har qanday joyda kitob o'qisa bo'ladi. Ertalabda. O'sha obeddan keyin tushda Obedda kechga o'qisa. Tushlikdan so'ng kech payt uxlashdan oldin o'qib uxlab yaxshi deb o'ylayman. Inson zerikkanda bo'sh qoladigan vaqtda kitob o'qisa yaxshiroq hisoblanadi. Kitobni asosan miya dam olganda, albatta, qotiq paytida, ya'ni soat 4 dan 6 gacha o'qish manfaatliroq deb o'ylayman. Biz ko'pincha ayollar baribir hammani ishlarimiz qilgandan keyin kechqurungi vaqti, uxlashdan oldingi vaqti biz o'zim uchun o'sha vaqt qulay deb hisoblayman. Kechqurungi uxlashdan oldingi vaqti tinchlik, sokinlikda asarga berilib o'qiydigan vaqt deb hisoblayman. Menga ko'proq shu tushdan keyin. Chunki dam oladigan payt keladi, baribir o'qishdan chiqib, yo'lda ketayotib ham, misol uchun mashinada o'qib bemalol yoki ertalab kelayotganimda, menga qulay payti shu ertalab yo tushdan keyin. Vaqtiga qaramaydi, shu hech kim xalaqit bermasa, o'shanda yaxshi joy bo'ladi. Yaxshi sizda qoladi, maroqli o'qish bo'ladi. Mutolaa
vaqt tanlamaydi, bo'sh vaqtda o'qisa o'ziga foyda bo'ladi. Kechki ovqatdan keyin o'qiradi. Bugungi ko'rsatuvimizda sizni so'z san'atining sehrli olamiga, ma'naviyat, tarix, ruhiyatni birlashtirgan asarga chorlaymiz. Bu atoqli adibimiz millat dardini yuragida his etgan Pirimqul Qodirovning o'lmas asari Uch ildiz. Bu kitob shunchaki roman emas, keling yaxshi kitobxonlarimizni ushbu qissa haqidagi o'zgacha talqinda fikrini tinglasak. Pirimqul Qodirov O'zbekiston xalq yozuvchisi 1928-yilning 25-oktyabr kuni Tojikistonning Kogayli qishlog'ida tavallud topgan bo'ladi. U esa 1951-yilda Sagu, ya'ni O'zbekiston hozirda O'zbekiston Milliy universiteti nomi bilan ataladigan universitetga kiradi va 1954-yilda esa Moskvadagi Adabiyot institutini tamomlaydi. Asarga hozirda biz mana shu Uch ildiz asari haqida suhbat boshlashimizdan avval siz Zebo mana shu asar bo'yicha qanday fikrlarga keldingiz va atoqli adibimiz Abdulla Qahhorning bir nafasda o'qiladigan asar tushunchasi bo'yicha aytiladigan bo'lsa, men o'zim mana shu Uch ildiz asarini bir nafasda o'qiladigan asarlar toifasiga kiritaman va buni men bir kunda deyarli o'qib tugatdim. O'zingizcha? Men asarni asosan bo'sh vaqtimda o'qidim. Sababi universitetdan tashqari vaqtlarimda bu asarni o'qiganimda yana qaytadan o'sha o'z universitetdagi hayotimga tushib qolyapman. Sababi u yerdagi domlalarni, ustozlarni tasvirlanishi, ularni xarakteri barchasi hozir ham o'zimizda universitetda jam bo'lganligi uchun ularni o'z hayotingizga tatbiq etgan holda, asarda yashagan holatda o'zingizni tasavvur etgansiz. Yana bir jihati, asardagi birinchi navbatda keltirishdan avval Pirimqul Qodirov yoshlar yozuvchisi ekanligi va asarda mana shu bilinganligi, ya'ni o'z asar qahramonlari zamon bilan hamnafasligi va o'z ahamiyatini yo'qotmagan holda Zamira, Gavhar, Toshevlar, o'zi yoshi katta bo'lsa ham Toshevlar, Akbarovlarning o'z mana shu asardagi har bitta voqea hodisalarda har bitta detaligacha asarni buzib qo'ymagan holda bir tekst ketganligi meni o'ziga jalb qilgan holda bo'ladi. Yana bir jihatni so'ramoqchi edim sizdan, nima uchun Uch ildiz deb atalishini o'zingiz mana shuni asar davomida o'qigan holda bildingizmi? Avvalambor nimaga Uch ildiz deb nomlangan? Sababi har bitta barkamol inson, barkamol avlodga erishish uchun 3 ta ma'naviy ildiz lozim bo'ladi. Birinchi, avvalambor bilim o'rganish, ilm olish va ikkinchisida esa komil inson bo'lish va uchinchisida esa muhabbatga asoslangan oila qurish tasvirlangan. Shu sababli ham asarda aynan Uch ildiz deb nomlanishining ham sababi shunday deb o'ylayman. To'g'ri. Men esa asarni o'qishdan avval Uch ildiz deyilgan paytda uch avlod uchrashuvi degan xayolga keldim. Ya'ni nimaga? O'tgan davrdagi ota-onalari haqidagi hodisalar, undan keyin o'ziniki va kelajakdagi bo'ladigan voqealar deb o'ylagandim. Lekin asarni o'qish davomida shu narsaga amin bo'ldimki, Uch ildiz umuman meni o'ylarimni ag'dar-to'ntar qilib tashladi. Lekin shu bilan birga menga asarga kuchli bog'langan holda hozirgi holatlarimga ham bir tekstda meni o'z ijdomiga tortdi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan jihatim, asarda keltirilgan mahkam va ochillarning hayotidagi ba'zi bir holatlar, ya'ni qanday o'zimizni o'qish davomida keltirilgan holatlar qanday deb aytsam bo'ladi. Biron bir semestr davomidagi o'qishlarimiz va semestr davomida imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishimiz holati hozir ham o'z aksini keltirgandek. Nimaga? O'qish davomida biz yallo qilib yuraveramiz ba'zi paytda, o'qituvchilarning aytganiga o'qi yoki bo'lmasa mana shu topshiriqlarni bajarishga ba'zi paytda sarflamaymiz. Imtihonga kelgan paytda esa xuddi oyog'i kuygan tovuqdek yugurib qolishlarimiz, nimaga o'qimadim, keyingi semestrda yana o'qishlarimiz degan ba'zi bir holatlar mana shuni meni xuddi o'zimni hayotimda bo'layotgandek turib, ba'zi paytda odamni juda ham xursand qildida. O'zingizchi? Menda ham shu, ammo lekin hozirda men bunday ochillik talaba sifatiga kirmayman deb hisoblayman, chunki ustozlarimizni vazifalarini har doim o'z vaqtida bajarganim uchun ham shunday talabalar nafaqat hayotda, asarlarda ham uchradi. Bu asarni mazmuni ham haqiqiy hayotga bog'langanligi bu juda ham ajoyib edi.
Ha, to'g'ri. Yana bir jihati esa haqiqatdan ham Pirimqul Qodirov yoshlar yozuvchisi degani 3 ildizida o'z aksini topgan. 3 ildiz romanidagi asosiy prototiplar kimlar deb o'ylaysiz? Asardagi asosiy prototiplar Toshev va Akbarovlar hisoblanadi va ularning asosiy prototipi esa Pirimqul Qodirovning o'zi ardoqlagan ustozlari Abdulla Qahhor va Muso Toshmuhammadog'li Oybeklar hisoblanadi. Ya'ni birinchi navbatda Abdulla Qahhorni Akbar sifatida, Toshevni esa Muso Toshmuhammad, ya'ni Toshmuhammad o'zining sharifi orqali Toshevlar deb atagan va shu bilan birga o'sha asar yozilgan davrdagi shaxsga sig'inish holatlari keltirilgan vaqtdagi ularga bo'lgan ta'sirlarni ham asarda bir tekstda tasvirlagani meni juda ham hayron qoldirdi. Ya'ni ba'zi bir asarlarni mutolaa qilgan vaqtimizda mana shu shaxsga sig'inish vaqtidagi bo'lgan hodisalar juda ham bo'rttirilgan yoki yuzaki holda keltirilgan. Ularning esa dekanatdan, ya'ni oliy ta'lim muassasasidan chetlatilishi, undan keyingi voqea hodisalar va shu bilan birga esa ularni yana qayta oqlanib, o'z nomini tiklab, yana o'qishga kelib turib talabalarga dars bergandagi o'zining xursandchiliklari bemalol ochiq tasvirlanganligi meni hayratlantirdi. Nima deb o'ylaysiz? Asardagi eng salbiy rollar qaysilar edi? Asardagi eng salbiy rollar keltirilgan vaqtda ularni salbiy deb bo'lmaydi. Ya'ni kitobxonga buni ochiqroq qo'ysak, ochiq holda aytsak, asarga biroz zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha salbiy inson ham kerak bo'lsa vaziyat taqozo etgan paytdagina u salbiylikka ketgan. Ya'ni mana shu yomonliklarni qilgan, o'z manfaatlari uchun hayotidagi qaysidir yo'lni bosgandan keyingina mana shu yo'lga o'tgan bo'lishi mumkin deb hisoblayman. Chunki mana shu o'zi kamolotga yetayotgan vaqtida u ham yaxshi bo'lgan, ko'pchilikdan o'z yaxshiliklarini ayamagan degan xulosaga kelganman. Mana shu voqea hodisalari o'zimizni talabalar o'rtasida deb o'ylasak ham, lekin mana shu holatdagi hozirgi davrga qanday bog'laymiz deb o'ylaysiz o'zingiz? Avvalambor chetlashtirish yo'q. Hozirda hamma agar o'z talabalar o'qimasa, o'sha kursga qolish, yangi imkoniyatlar yaratilmoqda hozir talabalarimiz uchun. Bu narsa bir tomondan yaxshi, ammo bir tomondan salbiy. Har bir narsani ijobiy tomoni bo'lganda salbiy tomoni ham bor. Talabalarimiz o'zini ustida ishlashi juda ham kam, lekin hozirda grantlarni ham 1 yillik taqsimlangani bu talabalarga faqat kirganda bir marta o'qish emas, grantga o'quv davomida yana o'z bilimlarini yanada oshirish va shu bilan birga faqatgina o'sha universitetga kirdim, bo'ldi, men grantman degan cheklovlar bo'lib qoladi, to'xtash bo'lib qoladi. Talabalarda ko'pida to'xtash bo'lib qoladi. Shu narsani to'g'rilab yangi qarorlar chiqqanidan juda ham hozir xursandman. To'g'ri. Chunki mana shu aytganingizdek, grant yoki kontrakt shaklida deganingiz, grantga kirgandan keyin odamda ba'zi bir holatda boqimandachilik, ya'ni o'qishim bo'laveradi, kontrakt to'lamayman, stipendiya olib beraveraman degan narsa. Hozirgi vaqtda esa mana shu kerak bo'lsa grant shaklida o'qiyotganda ham agar o'z baholari pasayib ketsa, kontraktga o'tib ketishi, mana shunisi narsasini qilyapsiz. Lekin asarda yozilgan vaqtda esa o'qishdan haydalishi, ya'ni o'quv davomida har doim o'qishim kerak, ota-onamni yuziga yerga qaratmagan holda o'zim kerakli kadr bo'lib yetishim kerak degan joylari ham bor. Yana bir jihati menga o'ziga yoqqan tomoni, Gavharni o'zi yoqmagan joyda 1 yil davomida o'qigandan keyin o'qishni tashlab, o'zi yoqtirgan arxitektura yo'nalishiga kirib, o'sha yerda o'qishi meni juda ham hayratlantirdi desam bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik talabalarning o'zida hozirgi yoshlarning orasida katta muammo degan narsa desam bo'ladi. Chunki nimaga? Ular hozirda kimdadir qistovi yoki ota-onasining ta'sirida mana shu qaysidir oliy ta'lim muassasasiga kirgan va ko'pchilik yoshlar o'z tanlovi asosida o'qimayotganligi hozirda ham bir muammo deb o'ylab qolaman. Shunga qanday fikrda bo'lasiz o'zingiz? Gavharni men o'zimda ko'rganman, chunki men ham o'z yo'nalishimga qiziqmasam ham, lekin universitetga topshirganman o'sha uydagilar qistovi bilan. Ammo lekin o'zimni boshqa sohada sinib ko'rishni juda ham xohlayman. Balkim kelajakda Gavharga o'xshab men ham o'zim yo'nalishimda o'qigan sohamda ketmasman va o'zim qiziqqan sohada, o'zim qiziqqan yo'nalishga baribir insonni qalbi o'zini istagiga baribir intiladi. Hozirgi mana shu yetishib chiqayotgan yoshlarga qanday asar mutolaasi bo'yicha qanday tavsiya bera olasiz o'zingiz? O'qishga kirish oldin o'sha
kambag'allikda, ya'ni eng pastki pog'onadan olib chiqish bo'lgan edi. Ammo lekin hozirda biroz saviya pasayganligi sababli talaba bo'ldim degani bu ertaga sizni kelajagingiz yetuk bo'ladi degani emas. O'zingizni ustingizda hozir harakat qilishingiz kerak. Hozirda kurash kuchaygan, chunki nimaga o'qishga kirish bemalol bo'lgandan keyin oliy ma'lumotli kadrlar o'rtasidagi bo'lgan, ya'ni har bitta avvallari kerak bo'lsa oliy ma'lumotli insonlar kam bo'lganligi sababli har bitta insonga ish topish bemalol bo'lgan. Hozirda esa kerak bo'lsa bitta joyga 10 ta odam ham talashyapti. Xuddi mana shu jihatlari ham borda. Shu narsasini ham inobatga olgan holda hozirgi yetishib chiqayotgan yosh avlodlar o'zi qaysi sohaga qiziqishi birinchi navbatda va qaysi sohada xuddi shunday. Va o'sha sohada o'zini olib keta olamanmi, yo'qmi deb turib birinchi navbatda sinab turib, keyingina o'zi tanlagan yo'lda sobit qadam yurishini tavsiya qilish mumkin. Yana qanday qo'shimchalar kirita olasiz o'zingiz shu jihatlariga? Hozirda kasblar ham ko'p. Agarda inson o'zini xohishi bo'yicha o'zini yo'lida yurmasa, o'zini ishlayotgan ishiga mehr bera olmaydi. Har bir ishda mehr bo'lsa, bu narsa rivojlanadi. O'zini o'zi sayqallaydi inson birinchi navbatda. Undan keyin esa o'z ishidagi og'irliklarni bir tekisda yengillikka chiqarish va shu bilan birga hozirgi vaziyatda ham o'z mehr bilan intiladi. Mana shu vaziyatdan chiqib ketishim kerak. Agar inson o'sha kasbiga mehr qo'ysagina, qiyin vaziyatlar ham unga chikora bo'lganda bemalol xuddi shunday. Har bitta qiyinchiliklarni bemalol bosib o'tadi degan maqsadda bo'ladi shunday. Unda Pirimqul Qodirov bu asarda nimani ko'proq tanqid qilgan? Birinchi navbatda Pirimqul Qodirov bu asarda asosiy g'oya sifatida adolatsizlikni targ'ib qilgan holda mana shu adolatsizlikka qarshi kurashni targ'ib qilgan. Ya'ni o'zimizni hayotimizga olib qarasak, ba'zi bir holatda o'zimiz hayotimizda bo'layotgan adolatsizliklar asarda ham keltirilgan. Ya'ni qanday? Ba'zi bir ta'magir o'qituvchilarning o'z manfaatlari ustida talabalarni qurbon qilgan holda mana shu ishlarga tortishi va mana shu holatda insonning qanday yo'l tutishi befarqlik holatidami yoki bo'lmasa mana shu adolatsizlikka qarshi kurashmi asosiy ochib berilgan. Ya'ni qanday tushuntirsam bo'ladi? Insonning ba'zi paytda hozirgi kunda eng katta narsa befarqlik hisoblangan holati. Ya'ni menga nima bo'laveradi-ku, men shu paytgacha bo'lgan narsa emas. Inson mana shunday narsaga qarshi kurashgan holatda ertaga mana shu narsalar bo'laversa, men shunday o'tib ketsam, ertaga mendan keyingilar ham shunday o'tsa, qanday yashaymiz degan narsa asosiy g'oya bo'lib turadi va mana shu g'oyalar asosida asarning eng kulminatsion nuqtasi esa avvalgi barcha har bitta yomon g'arazli insonlarning barcha kirdikorlari ochilgan holatida meni juda ham hayratlantirdi va shu bilan birga esa asarda oxirida Mahkam va Gavharning o'z suhbatida Gavhar meni kuting va men albatta sizning oldingizga kelaman degan joyi va mana shu yakunlanishi eng qiziq joyi. Ya'ni nimaga? Bu asar insonning asar tugashida har xil o'zining xayollarida har xil xotima bilan berishiga yozuvchini eng shirin joyini asarni keltirgan holatda deb bilaman. Yana shu bilan birga esa asarda keltirilgan joylari Mahkam va Gavharning o'zaro munosabatlari bir maromda keltirilgani ham meni o'ziga jalb qildi deb o'ylayman. Daraxt ildizsiz yashamagani kabi inson ham 3 ildizsiz barqaror bo'lolmaydi. Aziz kitobxonlar, mana bugungi 3 ildiz asarining ham muhokamasi yakunlandi. Kelgusida qaysi kitob muhokamasini bo'lishini xohlaysiz, izohlarda yozib qoldiring. Pirimqul Qodirovning bu asarini o'qir ekansiz, o'tmish bilan muloqot qilasiz. Bugunning mohiyatini chuqurroq tushunasiz va ertaga qanday inson bo'lishingiz kerakligi haqida o'ylay boshlaysiz. Zero tarixni unutgan xalq kelajagini yo'qotadi. Yanagi dasturlarimizda qaysi asar tahlilini o'tkazishimiz kerakligi haqida ijtimoiy sahifamiz orqali izoh qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.